Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Mana bugun yana bitta bemorimizda boshqacha vaziyat. Bemorimiz axillozia kardiya, ya'ni oshqozonga, qizil o'ngachdan oshqozonga o'tadigan joydagi torayma bilan bizga murojaat qilgan. Anamnezidan 20 yildan oshgan bo'ladi. Bemorimizda 2004-yilda avtoavariya bo'lgan. Avtoavariyadan keyingi davrda kuchli stres jarayonlari bo'lgan. Bemorimizda 2017-yilda Hindistonga borib, ballonli dilatatsiya usuli bilan qizil o'ngachni kengaytirish amaliyoti o'tkazilgan. Hozirgi kunda yana bemorimizda shikoyatlari shundayki, ovqat yegandan keyin tiqilish, og'riq, ko'krak qafasida mana shu tush orqasidagi qiruvchi, ya'ni tirnovchi og'riqlarga bezovta bo'lib yurgan. Bizga tekshiruvlar vaqtida endoskopiya tekshiruvidan o'tkazdik. Ya'ni qizil o'ngachga o'tadigan joyda torayma aniqlandi. Bemorimizda bariy kontrast bilan tekshirib ko'rdik. Bemorimizni ko'rsating, mana qizil o'ngachdan kengayib ketgan, ya'ni diafragmadan ustungi yoki ko'krak qafasi bo'limida kengayish, diafragmadan oshqozonga o'tadigan joyda esa torayib, bemorda ovqat o'tish qiyinchiligi rivojlangan. Mana ko'rsating, kontrast moddalari o'tishi juda ingichka joy ko'rsatyapti. Qolgan qismi esa kengayib ketgan qizil o'ngach. Bu yoqda ham qizil o'ngach kengaygan. O'sha hozirgi holatda bemorimizning shikoyatlari dinamikda kuchayib borganligidan, majburligidan bizga murojaat qilib keldilar. Hozir jamoamiz bilan ustozimiz Matkuliy O'tkirbek Ismoilovich bilan birgalikda laparoskopik usulda bu amaliyot, ya'ni jarrohlik amaliyotini rejalashtiramiz, bosqichlarni qo'yib boramiz. Bizni kuzatishda davom eting. Rahmat. Ko'ramiz Kirindi. Spokojno, prawda?